Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana repetitor Rasulov va biza yangi loyihaga qo'yilmoqchimiz. Davlat test markazi tomonidan 2019-yilda tushgan savollarni bazasi, ya'ni mana shu 2019-yil DTM kitobi. Mana shu kitobga yechimlar qilishni boshlamoqchimiz. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab tursanglar, mana shu kitobni to'liq yechimlarini qilib chiqamiz. Qani, demak, boshladik. Birinchi savolimiz: faqat 3 ta natural bo'luvchiga ega bo'lgan ikki xonali natural sonlarning eng kattasini toping. Demak, biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa 3 ta natural bo'luvchiga ega bo'lsin va ikki xonali sonlarning eng kattasi. Endi bu yerda nazariy jihatdan qaraydigan bo'lsak, natural bo'luvchilar soni tub ko'paytuvchilarga ajratib turib, tub ko'paytuvchilarni darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirishdan hosil bo'lardi. Demak, mana bu javob variantlaridan shunaqa son bo'lishi kerakki, u bironta tub sonning kvadrati ko'rinishda bo'lsa, ana o'sha son 3 ta natural bo'luvchiga ega bo'ladi. Demak, A, B, C, D variantlaridan faqatgina 49 bironta tub sonning kvadrati, ya'ni 7 ni kvadrati. Buni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Mana 7, 7, 1. Xo'sh, 7 ni kvadrati kanonik ko'rinishda yozsak, demak, N, B, C ni topishimiz uchun 2 ga 1 ni qo'shib qo'yishimiz kifoya. Shunda natural bo'luvchilar soni 3 ta ekanligi kelib chiqadi. Xo'sh, demak, birinchi savolimizga to'g'ri javob A variant. Keyingi savolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, mana shu sonini 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Biz bu yerda 5 ga bo'linish qoidasini eslaydigan bo'lsak, 5 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugashi kerak edi. Mana shundan foydalanamiz. Ya'ni mana bu berilgan sonni oxirgi raqamini hisoblab turib va 5 ga bo'linish qoidasini birlashtirgan holda mana shu misolga yechim qilishga harakat qilamiz. Demak, 353 ni 353-darajasi qanday raqam bilan tugaydi desa, demak, 3 ni takrorlanish davri 4 ga teng. Xo'sh, darajani 4 ga bo'lib yuboramiz. Xo'sh, demak, 8 ta 32. Demak, qoldiq 1. Xo'p, 3 ni darajasi qanday takrorlanar edi? 3, 9, 7, 1 ko'rinishda takrorlanardi. Demak, qoldiq 1 bo'lganligi uchun mana shu 353 ni 353-darajasi 3 bilan tugaydi. Bundan xulosa, berilgan sonni 5 ga bo'lganimizda qoldiq 3 ga teng bo'ladi. Chunki 5 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqami 0 va 5 bilan tugashi kerak edi. Uchinchi savolimiz tahliliga o'tamiz. Agar 2m plus 3n teng 72 bo'lsa va m va n sonlari natural sonlarga tegishli ekan, n ning eng katta qiymatini toping deb savol qo'yilgan. Demak, mana bu yerda n ning eng katta qiymati. Yaxshi. Xo'p, bu yerda demak, mana bu 3n ni maksimal darajada 72 ga yaqinlashtirishimiz kerak. Xo'p, masalan, n ni o'rniga 24 oladigan bo'lsak, bunda m ning qiymati 0 ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Lekin bizda shart berilgan m va n natural sonlarga tegishli. Demak, bu variantni ola olmaymiz. Xo'sh, endi m ning qiymatini 2 taga kamaytiramiz. Nega 2 taga? Chunki
bittaga kamaytirishimiz bizga mana bu 3n 70 to'g'rirog'i 69 bo'lishiga olib keladi va mning o'rniga 1,5 qo'yishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ikkitaga kamaytirib mning qiymati 22 bo'lsa, shunda mning qiymati 2 ga to'g'rirog'i demak 3 ga teng bo'ladi. Mana shu holatda nning eng katta qiymatini topgan bo'lamiz. Demak, to'g'ri javob variantimiz C. 4-chi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, mana shu yig'indi qanday raqam bilan tugaydi? Biz bu yerda faqatgina oxirgi raqamlar bilan ishlaymiz. Xo'sh, demak, 5 ni har qanday darajasi 5 bilan tugasa, 6 ning ham har qanday darajasi 6 bilan tugaydi. Demak, oxiri 7 bilan tugagan sonni qo'shamiz. Xo'sh, demak, bundan xulosa yig'indimiz. Mana bu yig'indi bizda 18 ga teng. Demak, so'ralgan yig'indi oxiri 8 bilan tugashi ma'lum bo'ladi. Demak, B javob variant. Va 5-chi savolimiz tahliliga o'tamiz. A va B raqamlar uchun 7 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, A va B raqamlar yig'indisi 7 ga qoldiqsiz bo'linadi. Yaxshi. Agar A, B ko'rinishdagi 3 xonali sonlarni 7 ga bo'lganda bir xil qoldiq qolsa, shu qoldiqni toping. Xo'sh, demak, A va B ni yig'indisi 7 ga karrali. Endi mana shu A va B raqamlardan 3 xonali son tuzilibdi. Xo'sh, mana shu sonni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kerak. Endi yig'indisi 7 ga karrali bo'ladigan raqamlar qaysilar? Aytaylik, 2 bilan 5 yoki 7 plus 7. Xo'p. 6 plus 8. Xo'sh, endi mana shu variantlardan 3 xonali sonlarni tuzishga harakat qilaylik. Demak, 252, 777, 686. 686. Endi mana shu sonlarni 7 ga bo'lib qoldiqni topishga harakat qilamiz. Demak, 111 777 ni bo'lganda, keyingi sonimizni 7 ga bo'lganda, demak 9 8 qoldiq qolmadi. Xo'p, 252 ni 7 ga bo'lganda, demak 3 6. Demak, bundan xulosa mana shu A va B raqamlardan tuzilgan 3 xonali sonni 7 ga bo'lganda hech qanday qoldiq qolmas ekan. Demak, A javob varianti. 6-chi misolimiz tahliliga o'tamiz. Agar A va B natural sonlar yig'indisi 7 ga qoldiqsiz bo'linsa, mana shu ifodani 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyilibdi. Xo'p, mana bu ifodadan 9A va 9B ni yig'indi ko'rinishida yozib olsak, plus demak 28A. Mana shu ifoda 7 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz uchun bizga A va B natural sonlarning yig'indisi 7 ga karrali ekanligidan mana bu ifoda 7 ga karrali, ya'ni 7 ga bo'lganda qoldiq qolmas ekanligi kelib chiqadi. Endi unga qo'shilayotgan mana bu 28A ifodamiz 7 ga karrali, ya'ni 28 4 karra 7 bo'lganligini hisobiga umumiy mana bu so'ralgan ifodani yig'indisini 7 ga bo'lganda hech qanday qoldiq qolmasligi kelib chiqadi.
Yettinchi savolimiz, demak, A va B raqamlar yig'indisi 13 ga qoldiqsiz bo'linadi. Agar mana shu ko'rinishdagi uch xonali sonlarni 13 ga bo'lganda bir xil qoldiq qolsa, shu qoldiqni toping. Xo'p, demak, buni yuqoridagi savolga o'xshab yechimini qilishga harakat qilamiz. Demak, 13 bo'lishi uchun 9 va 4 ni tanlab olsak, 949. Buni 13 ga bo'lib ko'ramiz qoldiqni topish uchun. Demak, 94 ni ichida 7 ta, 70, 91, 39 ni ichida 3 ta. Demak, mana shu ko'rinishdagi uch xonali sonlarni 13 ga bo'lganda hech qanday qoldiq qolmas ekanligi kelib chiqadi. 8-chi savolni yechimini qilishga harakat qilamiz. N, M va K natural sonlar uchun mana shu ko'paytmalar o'rinli bo'lsa, yig'indi N, M, K ifodaning qiymatini toping. Yaxshi, demak, bunda N va M ko'paytmasi 25, M va K ni ko'paytmasi 4 ga teng. Xo'sh, endi buni natural sonlar deb shart berilganligini hisobiga tanlash yo'li bilan harakat qilamiz yechimini topishga. Demak, mana bu 25 ni aytaylik. Demak, 25 karra 1. Demak, M va K 1 karra 4 bo'lsa, ularni yig'indisi, demak, 25 plus 1 plus 4. Natija 30 ga teng bo'ladi. Demak, A javob variant. Keyingi misolimiz tahliliga o'tamiz. Agar 48n tegishli natural sonlar ifoda biror natural sonning kvadratiga teng bo'lsa, n plus 13 ning eng kichik qiymatini toping. Yaxshi, demak, mana bu ifoda bironta sonning kvadrati ko'rinishida ekan. Xo'sh, demak, 48 ni tub ko'paytuvchilarga ajratsak, demak, 12, 6, 3, 3, 1. Xo'p, demak, kvadrat ko'rinishida yozishimiz uchun bizga bitta 3 yetishmayapti. Shunda mana bu ifodamiz 12 ning kvadrat ko'rinishida bo'ladi agar n teng 3 bo'lsa. Xo'sh, bizdan mana bu ifodani eng kichik qiymati so'ralgani uchun n ning o'rniga 3 ni olamiz va 3 plus 13 16 ga teng bo'ladi. Keyingi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, mana shu ifodani 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Demak, bunda ham berilgan ifodani oxirgi raqamini topishga harakat qilamiz. Demak, qavs ichida oxirgi raqami 7 bilan tugasa va 7 ni 8 ga ko'paytirganimizda oxiri 6 bilan tugashligi ma'lum bo'ladi va uni 5 ga bo'lganimiz natijasida qoldiq 1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, A javob variant. 11-chi savolga o'tamiz. Demak, ketma-ket kelgan 3 ta tub sonlar yig'indisi quyidagi sonlardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin? Xo'p, demak, tub sonlar jadvalini esga olamiz. 2, 3, 5, 7, demak, 11, 13, 17. Endi ketma-ket kelgan 3 tasini tanlab olishimiz kerak. Mana bulardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin? Xo'p, birinchi 3 talikni oladigan bo'lsak, xo'p, 10 ga teng, demak 10 varianti bizda yo'q. Demak, keyingi variantda 15 ga teng. Demak, B javob variant.
3, 5 va 7 ketma-ket kelgan 3 ta natural tub sonlar yig'indisi 15 ga teng bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, qanday raqam bilan tugaydi? Birinchi ko'paytmamiz 3, 7, 8 va 2 larni ko'paytmasi. Xo'p, 1, 8 va 6. Birinchi ko'paytma 6 bilan tugaydi. Ikkinchi ko'paytmamiz esa 8, 3, 7 ni ko'paytmasi, demak 8 bilan tugashi ma'lum bo'ladi. Va ayirmani hisoblasak, oxirgi raqami 8 bilan tugashi kelib chiqadi. Umuman olganda oxirgi raqam deyilsa, ya'ni savollarda oxirgi raqam so'zi ishlatilsa, faqat mana shu oxirgi raqamlar bilan ishlab ketaveramiz. Xo'p, ya'ni mana bu 43, 47, 28 larni ko'paytirib, keyin ayirmani hisoblash shart emas. 13-chi savolimiz tahlili. Demak, mana shu natural son quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri? Ya'ni mana shu ifoda uchun quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri? Xo'p. Endi 5 ni 9-darajasi oxiri 5 bilan tugashini hisobga olsak, unga 1 ni qo'shishimiz natijasida oxiri 6 bilan tugaydi. Bundan xulosa berilgan son, berilgan ifoda juft son bo'lar ekan. Juft bo'lganligini hisobiga endi bu son murakkab son ham bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob varianti juft va murakkab. D javob varianti. 14-chi savolimiz tahlili. Demak, 2 ko'paytirib 11 ni 6si minus 5. Natural son qaysi raqam bilan tugaydi? 11 ni 6-darajasi har doim oxiri 1 bilan tugaganligini hisobiga 2 ga ko'paytirsak, oxiri 2 bilan tugaydigan son hosil bo'ladi va undan 5 ni ayirishimiz natijasida oxiri 7 bilan tugashi ma'lum bo'ladi. Demak, A javob varianti. 15-chi savolimiz tahliliga o'tamiz. Ikkita natural sonning yig'indisi 15 ga teng bo'lsa, ularning ko'paytmasi quyidagi sonlardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin? Demak, 15 natural sonlar yig'indisi 1 va 14, 2 va 13, 3 va 12, 4 va 11, 5 va 10, 6 va 9. Xo'sh, demak 7 va 8 mana shu juftliklar yetarli. Endi ularni ko'paytmasi, birinchi ko'paytma 14 ga teng, bu variant emas. Demak, 2 kara 13 26 bu variant ham variantlarda yo'q. 3 kara 12 demak 36 ga teng bo'lishi mumkin ekan. 16-chi savolimiz tahliliga o'tamiz. Quyidagi fikrlardan qaysi biri natural sonlar uchun har doim to'g'ri? Demak, natural sonlar haqida gap ketyapti. Demak, A javob variantida ikkita tub sonlar ko'paytmasi toq son bo'ladi. Bu albatta noto'g'ri, chunki tub sonlar ichida 2 mavjud va uni har qanday boshqa tub songa ko'paytirsak, bu albatta juft son bo'ladi. Demak, birinchi variantimiz noto'g'ri. B variantda faqat 3 ta natural bo'luvchiga ega bo'lgan son biror tub sonning kvadratiga teng bo'ladi. Demak, bu yerda aytilyaptiki, A sonni tub ko'paytuvchiga ajratilsa, qanaqadir ikkita tub sonning kvadrati ko'rinishda bo'ladi va uni natural bo'luvchilari soni topilsa, demak, n ning kvadrati 2 plus 3, 2 plus 1 to'g'rirog'i. Bu 3 ga teng. Demak, to'g'ri javob variantimiz B javob bo'ladi. Har ehtimolga qarshi qolgan ikkita
va D variantlarini ham tahlil qilib qo'yamiz. Barcha tub sonlar tog' sonlardir. Bu albatta noto'g'ri, chunki tub sonlar ichida yagona juft son 2 mavjud. D variantda ikkita tub sonlar yig'indisi juft son bo'ladi. Bu yerda ham o'sha 2 va boshqa biron tub sonni yig'indisi tog' son bo'lishi mumkin. Demak, D javob varianti ham xato. Keyingi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, 17. Quyidagi jumlalardan qaysilari noto'g'ri? Demak, noto'g'ri jumlani chiqarib tashlashimiz, to'g'riroq topishimiz kerak. Agar natural son 6 ga bo'linsa, u holda 12 ga ham bo'linadi. Bu albatta noto'g'ri va bu variantni olishimiz kerak. Chunki bizdan qaysilari noto'g'ri deb so'ralgan. Ikkinchi mulohazaga o'tamiz. Agar natural son 12 ga bo'linsa, u holda 6 ga ham bo'linadi. Bu albatta to'g'ri va biz uchun noto'g'ri variant. Agar natural son 12 ga bo'linmasa, u holda 6 ga ham bo'linmaydi. Bu albatta noto'g'ri mulohaza, chunki 12 ga bo'linmaydigan 18 6 ga bo'linadi. Demak, bu noto'g'ri mulohaza bo'lganligi uchun biz uchun to'g'ri mulohaza bo'ladi. Ya'ni misolni so'ralgan shartiga ko'ra. 4-chi mulohaza, agar natural son 6 ga bo'linmasa, u holda 12 ga ham bo'linmaydi. Bu to'g'ri mulohaza, lekin bizni savolimiz uchun noto'g'ri variant bo'ladi. Va to'g'ri javob variantimiz 1 va 3-chi mulohazalar noto'g'ri. D javob varianti. Keyingi misolimiz tahlili, demak 13 ni 5-darajasi minus 13 ni. Xo'p, 10 ga bo'lgandagi qoldiq. Demak, bu yerda ham oxirgi raqamni topish qoidasidan yechim qilishga harakat qilamiz. 3 ni 5-darajasi demak 3 bilan tugasa, undan oxiri 3 bilan tugaydigan 13 ni ayirsak, natija oxiri 0 bilan tugaydigan son bo'ladi. Va oxiri 0 bilan tugagan sonni 10 ga bo'lishimiz natijasida qoldiq 0 ga teng. 19-chi misolimiz tahlili, demak, mana shu son quyidagi sonlardan qaysi biriga ko'paytirilsa, uning natural bo'luvchilari soni 2 marta ortadi. Demak, mana shu joyda bitta nima berib ketaman. Natural bo'luvchilari soni 2 marta ortishi uchun mana bu ko'paytuvchilar, ya'ni tub ko'paytuvchilardan tashqari boshqa tub songa ko'paytirilsagina bo'luvchilari soni 2 martaga ortadi. Demak, bundan xulosa to'g'ri javob variantimiz 11 emas, chunki ko'paytmada 11 bor, 7 va 2 ham emas. To'g'ri javob varianti 3. Ya'ni mana bu ko'paytmada mavjud bo'lmagan tub sonni to'g'ri javob varianti qilib belgilashimiz kerak 19-chi savolda. 20-chi misolimiz tahliliga o'tamiz. Mana shu sonni 6 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyilibdi. Xo'sh. Bunda darajani hisoblab, xo'sh, yechimini qilganimiz ma'qulmi yoki 7 ni umumiy ko'paytuvchi qilib tashqariga chiqaramiz? Xo'p, ketdi. Agar 7 ni umumiy ko'paytuvchi qilib tashqariga chiqarsak, 7 ni kvadrati plus 11 bu 7 karra 60 ga teng bo'ladi. Demak, 60 ga karrali bo'lgan son 6 ga bo'linganda albatta qoldiq 0 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingi misolimiz tahliliga o'tamiz. Mana shu ko'paytma minus 2 6 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Demak, buni
buni hal qilishimiz uchun demak mana bu ko'paytmaga e'tibor beramiz. Ko'paytma demak ko'paytmada 114 soni bor. 114 soni 2 ga va 3 ga qoldiqsiz bo'linadi va bundan xulosa 6 ga ham qoldiqsiz bo'linadi. Endi bu bizga nimani beradi? Mana shu ko'paytma 6 ga qoldiqsiz bo'linsa, demak undan 2 ayrilyapti. Xo'p, bu ayrildi degani, xo'sh, mana shu ko'paytmada bitta 6ni, ya'ni xo'p, bitta 6dan to'g'rirog'i 2 ayrilib tashlandi va buni hisobida 4 qoldiq qoldi. Demak, to'g'ri javob varianti C. 22-misol tahlili. 2dan katta bo'lgan barcha tub sonlar 4 ga bo'lganda qanday qoldiqlar qoladi? Demak, 2dan katta bo'lgan tub sonlar, aytaylik 3, 5, 7, 11, 13 va bularni 4 ga bo'lganda qoldiq. Demak, 3, 1, 3. Xo'sh, demak 3, keyingisida 1. Masalan, 17 va 19larni ham qarasak, xo'p, qoldiq 1 va qoldiq 3 ga teng. Demak, qoldiq 1 va 3 dan iborat bo'lar ekan. To'g'ri javob varianti C. Keyingi misolimiz tahlili. A soni quyidagilardan qaysi biriga teng bo'lganda mana shu sonlar tub sonlar bo'ladi? Xo'p, demak bu yerda 3 ta son berilgan va har biri tub son bo'lishi kerak A ning qandaydir qiymatida. Va birinchisi A ni o'zi, demak A tub son ekan. Xo'p, yaxshi, demak A plus 6 va A plus 14 bular tub son bo'lishi kerak. Xo'sh, demak 14 ga masalan 3 ni qo'shsak tub son bo'ladi, 17 bo'ladi, lekin 3 plus 6 tub son emas. Xo'p, endi A ni o'rniga 5 ni tanlaydigan bo'lsak, demak 5, 11 va 19. Xo'sh, barchasi tub sonlardan iborat bo'ldi, lekin bizda to'g'ri javob variantida 5 mavjud emas ekan. Demak, biza 11, 13, 17 va 19 shulardan bittasini tanlashimiz kerak. Xo'p, 11 ni qo'yadigan bo'lsak, 11, 17 va 25. Demak, 11 varianti emas. 13. Demak, 13, 19 va 27. Demak, 13 varianti ham chiqib ketdi. 17 ni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 17, 23 va 31. Demak, to'g'ri javob varianti C. Keyingi misolimiz tahliliga o'tamiz. Mana shu sonni, demak 6 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kerak. Xo'sh, bunda 24-savol. 19 ni 18 plus 1 ko'rinishda yozib olsak, 5-darajaga mana bu yig'indini ochganimizda 18 ga karrali sonlar hosil bo'ladi va uni 6 ga bo'lganimizda, xo'sh, faqatgina 1 ga bog'liq bo'lib qoladi. Va buni 6 ga bo'lsak, qoldiq 5 ga teng ekanligi kelib chiqadi. 25-savol tahlili. Demak,
ikki natural sonning ekoki 168 ga teng va ularning nisbati shu kabi bo'lsa, kichik sonni toping. Demak, 3x va 4x ni ekoki 168 ga teng. Tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Demak, 3 va x, 2 va x. Kanonik ko'rinishda yozsak, demak 3x 2 ni kvadrati va x. Endi bundan ekokni topishga harakat qilamiz. Demak, ekok bizda 3 ni birinchisi, 2 ni kvadrati va x. Bu 168 ga teng. Hop, 168 ni demak 12 ga bo'lsak, x teng bo'ladi 1 va 4. 14 ga teng ekan va bulardan endi 14 ni hop 3x va 4x ga borib qo'ysak, kichik sonimiz 3 ko'paytirib 14. Xo'sh, demak 30 42 ga teng. Bajo. Ikkita natural sonning ekoki va ekobi mos ravishda mana shularga teng bo'lsa, ularning ko'paytmasi mana shundan necha marta katta bo'ladi? Bizda formulamiz bor. Demak, berilgan ikkita sonning ko'paytmasi shu sonlarning ekoki va ekobining ko'paytmasiga tengligi ma'lum. Xo'p, demak 420 ko'paytirib 35, 35 ning kvadratidan necha marta katta? Demak, mana shu sonni 35 ning kvadratiga bo'lishimiz kerak. Demak, 35 lar qisqarib ketdi va 420 ning ichida 35 dan demak bitta va ikkita 12 martaga mana shu 35 ni kvadratidan katta ekan. Mana bu berilgan A va B sonlar. 27-chi misolimiz tahlili. Agar A eng katta musbat 3 xonali son, B esa eng kichik manfiy 4 xonali son bo'lsa, B minus A ni hisoblang. Demak, A eng katta musbat 3 xonali son. Demak, 999 ga teng. B esa eng kichik manfiy 4 xonali son. Minus 999. 9999. Mana shularni ayirmasi so'ralgan. Demak, bularni ayirmasi bizda bo'ladi minus 10998. Javob variant. Ketma-ket kelgan ikkita toq natural sonlarning kvadratlari farqi 72 ga teng bo'lsa, shu sonlarning kichigini toping. Demak, ketma-ket kelgan ikkita toq natural sonlar kvadratlari farqi 72 ga teng. Hop. Ikkitaga ajratadigan bo'lsak, A plus B, A minus B teng 72. Xo'sh, ikkita ketma-ket kelgan toq sonlar. Yaxshi, shularni kichigini topishga harakat qilamiz. Agar 72 bo'lishi uchun mana bu ko'paytma bo'lishi kerak 72 va 1. Xo'p. Yoki 36 va 2. Xo'p. 24 va 3. 18 va 4. Xo'p, 72 va 1 bo'lishi uchun ikkita toq son yig'indisi va ayirmasi. Xo'p, ikkita toq son. Xo'sh, demak mana bu usulda ozgina murakkabroq
bo'larkan. Biza e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa toq son ekanligi va toq sonni biz 2n plus 1 ko'rinishida tanlab olsak, xo'sh, aslida 2n minus 1 toq sonni umumiy ifodasi. Xo'p, bundan keyingi keluvchi toq son demak 2n plus 1. Mana shu ikkalasi ketma-ket kelgan ikkita toq son. Xo'p, bularni kvadratlari ayirmasi demak 72. 2n minus 1 ni plus 1 ni kvadrati minus 2n minus 1 ni kvadrati teng 72. Kvadratga oshirib yuborsak 4n kvadrat plus 4n plus 1 minus 4n kvadrat plus 4n plus 1. To'g'ri, minus 1. Teng 72. Xo'p, 4n'lar, n kvadratlar ketdi, 1'lar ketdi. Xo'p, 8n teng 72. n teng demak 9 ga 2n minus 1 ni hisoblaymiz. Demak 2 kara 9 minus 1 bu 17 ga teng bo'ladi. 29-savolimiz demak mana shuni hisoblang. Birinchi ikkita ko'paytmadan 139 ni qavsini tashqariga chiqarsak, demak 163 minus 160. Ikkinchi ko'paytmadan 141 ni qavsini tashqariga chiqarsak, 175 minus 172. Xo'p, ayirmalar 3 ga teng va 3 ni qavsini tashqariga chiqarib 139 plus 141 va natija demak 0, 8 va 2 600 840 ga teng bo'lar ekan. Javob variant. 30-misolimiz tahlili. Mana shu soniga nisbatan quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? Xo'sh, D javobdan, ya'ni variantlarni birma-bir tekshirib ko'radigan bo'lsak, D javobda 21 ga qoldiqsiz bo'linadi deyilgan. Demak, 21 ga bo'linishi uchun 3 ga va 7 ga bo'linishi kerak. 6237 3 ga demak raqamlar yig'indisi bo'linar ekan. Endi 7 ga tekshirib ko'ramiz. 6237 7 ga demak 8 da 9 xo'sh 63 ni ayirdik va 7 tushadigan bo'lsa bitta. Xo'p, 21 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, D javob variant. Xo'sh, tub son emas, chunki 7 ga qoldiqsiz bo'lindi. Xo'sh, 18 da demak 2 kara 9 va 2 ga bo'linishi kerak. 2 ga bo'linmaydi. Oxirgi raqam 7 va 39 ga ham qoldiqsiz bo'linmaydi. Demak, to'g'ri javob varianti D. Xo'p, demak 31-savolimiz tahliliga o'tamiz. Mana shu sonni tub ko'paytuvchilarga ajrating. 2 2 3 4 0 1 1 7 0 5 6 5 1 1 3. Mana bu yerda xatoga ketib qolibdi. Demak 5 ga bo'lganimizda 2 to'g'rirog'i 2 ga bo'lganimizda
5, 8 va 5. Ana endi 5 ga bo'ladigan bo'lsak 1, 1, 7, 3 ga bo'lamiz 9, demak 39, yana 3 ga bo'lamiz 13 va 13. 2 ni kubi, 5 ni birinchisi, 3 ni kvadrati, 13 ni 1. Demak, to'g'ri javob variantimiz 2 ni kubi, 3 ni kvadrati, 5 va 13. B javob varianti. 32-savolimiz mana shu berilgan sonlardan qaysilari 15 ga bo'linadi? Qoldiqsiz bo'linadi. Demak, 15 3 karra 5, ya'ni 3 ga va 5 ga bo'linishi kerak. Xo'p. Birinchi ko'paytmamiz 5 ga bo'linadi, lekin 3 ga bo'linmaydi. Ikkinchi ko'paytmamiz 3 ga bo'linadi, lekin 5 ga bo'linmaydi. Keyingi variantimiz 5 ga va 3 ga bo'linadi va keyingisi ham 3 ga va 5 ga bo'linadi. Demak, Z va T. D javob varianti. 33-misolimiz tahlili mana shu sonlardan qaysilari 12 ga qoldiqsiz bo'linadi? Demak, 12 ga bo'linishi uchun 3 va 4 raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak va oxirgi ikki raqami 0 yoki 4 ga bo'linadigan sonlar bilan tugashi kerak. Endi mana bu 14-chi, 8 va 11-chi darajalar bo'lgandan keyin oxiri ikkita 0 bilan tugashligi ma'lum bo'lib qoldi. Mana bu sonlarga e'tibor bersak, demak 4 ga har biri bo'linadi. Bu yerda biz qilishimiz kerak bo'lgan ish faqatgina 3 ga tekshirib chiqamiz xolos. Demak, A sonimiz xo'p 5, 10, 3 va 21. Demak, sonimiz demak 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. B sonimiz demak 10, 14, 16. B soni bo'linmaydi. S sonimiz esa 7, 10, 11, 18. Demak, S soni ham bo'linadi 3 ga. Xo'p, bundan xulosa demak A va S sonlari 12 ga qoldiqsiz bo'linadi. 34-savolimiz demak mana shu sonlardan qaysilari 15 ga qoldiqsiz bo'linadi? 3 va 5 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Bu yerda ham mana shu darajalarga e'tibor bersak, mana bu berilgan sonlarning hammasi oxiri 0 bilan tugaydi. Demak, 5 ga hammasi bo'linadi. Faqatgina 3 ga tekshirishimiz yetarli. 4, 9, 5 bu 3 ga bo'linadi. 5, 3, 7 bo'linadi. 4, 9, 5, 3 va bu ham 3 ga bo'linar ekan. Demak, bundan xulosa 15 ga qoldiqsiz bo'linadi. Qaysilari? Barchasi. Xo'p, shuning bilan 2019-yil DTM baza kitobini birinchi mavzusi natural sonlar va ular ustida amallar mavzusiga doir testlarni to'liq yakunladik. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.